Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Dushanbe shahridamiz. Slavyanskiy, Rossiysko-Tojikskiy Slavyanskiy universitetidamiz. Mana shu universitetda o'qiganmiz, shu universitetda tugatganmiz va bugun bir aylanib kelishga keldik. Mana o'zgarib ketgan universitet. Universitetda juda sog'ingandik. Universitetimizni ko'rgani keldik. Ichkarida ma'lumotlar ko'rdik, ustozlarni ko'rdik. Studentlik va biz zo'r ekanda. Mana bu Rossiysko-Tojikskiy Slavyanskiy universitet. Shu yerda o'qishadigan barcha studentlarga o'qishni istaydigan nimalarga omad tilaymiz, o'qiyotganlarga omad. Barcha shu yerda bizga ta'lim bergan ustozlarga hammasiga rahmat deb aytib qolamiz. Bu rossiyskiy bayroq. Mana bu esa Tojikistonning bayrog'i. Rossiysko-Tojikskiy Slavyanskiy universitet. Ko'chalarda ham juda sog'ingandik. Tan yoshligimiz 4 yil studentligimiz o'tib ketibdi. Bu esa kirish joyi darvozasi. Bular esa Slavyanskiyning ma'lumlarning mashinalari.